بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram azizlar, Alloh haq azza va jalla siz va bizlarni mu'min musulmon qilib yaratar ekan, Rasulimiz alayhi salatu vassalam va u zot barakotning sahobalarining yo'llaridan yuradigan, u zot barakot o'rgatgan narsalarga amal qiladigan ummatdan bo'lib qolishligimizni nasib qilishligini Allohdan so'raymiz. Azizlar, suhbatlarimizni davom ettirib bir yangi dastur boshlashlikka Allohning yordami bilan qaror qilib turibmiz. Insonning tabiatida hikoya, qissalar, bo'lgan voqealarni eshitishlikka ishtiyoqi bor. Mana shu qissalarning ichida esa eng go'zallari albatta Qur'oni Karimda kelgan Alloh tomonidan bizga bildirilgan qissalar va payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning o'zlari tomonidan aytilib berilgan qissalardir. Qur'on va Rasulimiz alayhi salomning qissalari azizlar eng ishonarli va eng tarbiyali, ahamiyatli qissalar deb yuritiladi. Qur'oni Karimda azizlar deyarli 3dan 1 qismi tarixga bag'ishlanadi. Qur'onda juda ko'p tarixiy voqealar yoritiladi. Ba'zi ummatlarning hayotlari bizga ibrat qilib keltiriladi. Ularning xatolaridan o'zimizga o'rnak olamiz, ularning yutuqlaridan ta'lim olamiz. Shuning uchun ham Alloh Qur'oni Karimda bizlarga mana shunday turli qissalarni o'rgatadi. Bu haqida Alloh o'zi payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga quyidagi oyat bilan ham ma'lum qilgan edi. Estaizu billah نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. Allah aytibdiki, biz sizga ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam mana shu ushbu Qur'onda vahiy qilishlik bilan turli qissalarni, chiroyli qissalarni qissa qilib beramiz. Albatta bu qissalarni eshitishdan oldin siz bundan g'aflatda edingiz. Ya'ni siz buni bilmas edingiz. Alloh Qur'oni Karimda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga mana shu Qur'onni vahiy qilishlik bilan avvalgi o'tgan ummatlarning qissalarini ham aytib berishligini bayon qilyapti. Shuning uchun Allohning yordami bilan mana shu qissalardan ham birgalashib o'rganishlikka harakat qilamiz. Bugun Qur'ondagi eng mashhur qissalardan bittasi, eng birinchi qissa Baqara qissasidan boshlamoqchimiz. Baqara degani bu o'zbekchasiga tarjima qilsak sigir degan ma'noni beradi. Qur'oni Karimdagi eng katta suraga Alloh azza va jalla mana shu Baqara nomini bergan. Ya'ni sigir nomini bergan. Nima uchun deysizmi? Buni quyidagi qissani eshitganingizdan keyin naqadar buyuk hodisa bo'lganligini bilib, ayni mana shu hodisani asosida Alloh Qur'onga ushbu nomni berganligiga qoyil qolib Allohga hamdlar aytasiz. Bu qissa Bani Isroil davrida bo'lgan ekan. Avvalo Bani Isroilga bir to'xtalib qo'ymoqchiman azizlar. Bu Isroil so'zi aslida Yahudi tilidan tarjima qilganda Abdulloh degan ma'noni beradi. Il bilan yakunlanadi. Ko'proq Yahudilar ismlarida bor shunaqa. Il deganda o'zi Alloh, ya'ni Isroil, Allohning bandasi degan ma'noni beradi. Asli bu Yoqub alayhisalomning ismlari. Bani Isroil davrida bir boy, badavlat kishi bo'lgan ekan. Boy badavlat kishining merosxo'ri bo'lmagan, u o'zini akasini o'g'lini, ya'ni jiyanini birga boqib yurgan yonida. Agar bu odam olamdan o'tsa, hamma moli dunyosi haligi jiyanga qolib ketadi. Shuning uchun jiyan nafsiga berilgan, har kuni amakisining umrini uzoq bo'lishini emas, balki qachon o'lsa-ku, shu hamma boyliklari bunga o'tib rohatda, farog'atda, maishatda yashasa. Inson ba'zan shunaqa shoshilqoq bo'ladi-da. Alloh bergan taqdir qachondir bo'lishini o'ylamaydi. Qolaversa unga hamma narsa mana shu amaki orqali qolayotganini ham unutyapti. Faqat uni o'limini kutyapti. Oxiri uni shayton vasvasa qildi, nafs yo'liga kirdi. Nima qildi? Amakisini o'limi cho'zilgandi, o'lmadi, umri uzoq bo'ldi. Yarim tunda amakisini o'ldirdi. O'ldirib turibgina qo'ymasdan kechasi amakisining jasadini olib bir qo'shni mahalladagi bir odamni uyini oldiga tashlab qo'ydi. Ertalab turib odamlarga amakimni o'ldirib ketishibdi, mana shu xonadon o'ldirgan degan da'voni qila boshladi. Xonadon ahllari chiqsa, bir odam darvozasining tagida o'lib yotibdi. Men qilmadim deyapti. Odamlarni chaqiryapti, qasos talab qilyapti, hamma joyda to's-to'polon. Lekin haligi odamni o'ldirganligi to'g'risida hech qanday alomat yoki isbot yo'q. Ikki qavm
ikki qardosh mahalla bir-biri bilan urushadigan darajaga bordilar. Shunda ichlaridan bir oqirrog'i bor edi, ularga qarab, axir ichimizda hozir Allohning elchisi bo'lgan payg'ambar Musa alayhissalom hayotlar-u, kelinglar Musa alayhissalomga murojaat qilaylik. Musa alayhissalom hal qilib bersinlar, qotilni topib bersinlar deb Musa alayhissalomga iltimos qildilar. Musa alayhissalom Alloh azza va jallaga duo qilib, Robbim, mana shu muammoni yechishlikda yordam bergin, o'zing bizga uni ayon qilgin deb Allohdan so'radilar. Alloh azza va jalla bu muammoni o'ziga xos hech kimda xayolida bo'lmagan holatda bayon qildi. Ya'ni Alloh bu marhumni o'ldirgan qotilni topib berishlik bilan birga o'zini naqadar buyuk zot ekanligi, o'liklarni ham tiriltiruvchi ekanligi va Bani Isroil bunga iymon keltirib yanada taqvoda kuchli bo'lishligi lozim ekanligini Alloh ko'rsatib qo'ydi. Musa alayhissalom Allohga duo qilib kelib qavmiga qarab shunday dedi. Estaizu billah. Wa id qala Musa liqaumihi innalloha ya'murukum an tadbahu baqara. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Ya'ni Musa alayhissalom Allohga duo qilgandan keyin Alloh buyurdi. Musa alayhissalom qavmiga kelib Alloh taolo sizlarga bir sigir so'yishni buyuryapti dedi. Ular sen bizni masxara qilyapsanmi, mazax qilyapsanmi deydi. Musa alayhissalom ularga qarab, johillardan bo'lib qolishimdan Alloh asrasin dedilar. Musa alayhissalom qavmga Allohning topshirig'ini aytayapti. Sizlarga shu haqiqatni bilib berish kerakmi? Unday bo'lsa Alloh buyuryapti, bir sigir so'yinglar ekan. Ular hayron bo'lyapti. Biz odam o'ldi deyotgan bo'lsak, qotilni topib deyotgan bo'lsak, nega Alloh sigir so'ydi deyapti deb bizga aytayapti. Musa alayhissalomga qarab, sen bizni masxara qilyapsanmi deyodilar. Men johillardan bo'lib qolishlikdan qo'rqaman deyaptilar. Odamlar o'zi shunday bo'ladi azizlar. Avval ham hozir ham qachon unga bir yaxshilik buyurilinsa, siz unga ezgulikni, xayri savobni buyuradigan bo'lsangiz, masxara qilyapsizmi deb hayron bo'laverar ekan. Bu johillarga xos bo'lgan illat ekan. Musa alayhissalomda ham aytganini qilib, indamasdan o'sha joyda sigirni so'yib qo'ysa bo'lardi. Lekin jahillikka bordilar. Musa alayhissalom esa johillardan bo'lib qolishimdan Alloh asrasin, men unday qilmayapman deb javob berdilar. Johil qavm payg'ambari bo'lgan Musa alayhissalomda shu topshirig'ini shundan keyin qilib ketsa bo'lardilar. Mol so'yinglar deb buyurdi, sigir so'yinglar deb buyurdi, lekin sarkash qavm Musa alayhissalomga yana savol berishda davom etdilar. Ular Musa alayhissalomga qarab aytdilarki, "Estaizu billah, qulud'u lana robbaka yubayyin lana ma hi." Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr, awanun bayna dalik. Faf'alu ma tu'marun. Haligi qavm so'rayapti Musa alayhissalomga, Parvardigoringga duo qil, iltijo qil, bizga uni qandayligini bildirsin deyapti. Qavmda qarang, Musa alayhissalom ularga bitta topshiriq aytdilar xolos-ku. Bitta sigirni so'yinglar dedi. Tamom, mana shuni qilib ketsa bo'lardilar. Lekin bular bir nechta beodobliklarga yo'l qo'ya boshladi. Birinchi beodobligi, ud'u lana robbaka deyapti. Qarang, Robbingga duo qil deyapti, Robbimizga demayapti-da johillar. O'zingiz o'ylab ko'ring. Sigir degandan keyin hamma sigir bir sigir. Aytilishiga darhol borib qilishlari kerak edi. Lekin ular sarkashligini davom ettirdilar. Musa alayhissalom ularning javobiga Alloh azza va jalladan javob beryapti. Alloh ularga bildirib aytdiki, innaha baqara la faridun va la bikr. U shunday sigir bo'lsinki, qari ham bo'lmasin, yosh ham bo'lmasin. Awanun bayna dalik. O'shini o'rtachasi bo'lsin. Bas sizga buyurilganini bajaringlar. Va fa'alu ma tu'marun dedi. Alloh aytayapti, qilinglar shu buyurilganini. Lekin qavm yana masxarani, yana sarkashlikni davom ettirdi. Ular Musa alayhissalomga qarab aytdiki, yana Robbingga duo qilgin, iltijo qil, bizga uni rangini qandayligini bayon etsin deydi. Qarang-a, shunchalik ham bo'ladimi? Musa alayhissalom Allohning javobini ularga yetkazib, Alloh taolo shunday deyapti. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnaha tasurrun nazirin. Alloh shunday deb javob beryapti. U sigir shunday bo'lsinki, ko'rganlarni ko'zini quvontiradigan to'q sariq rangli sigir deyapti deb javob berdilar. Rangi ham aniq bo'ldi. Lekin ular bundan to'xtamadi. Alloh taolo ularga qayta-qayta g'ijjalab tushuntirdi. Avvalida sigir dedi. Ular uni qanaqaligini so'radi. U qari bo'lmasin, o'rtacha bo'lsin dedi. Endi rangini so'radi.
rangini ham Alloh ularga bayon qildi. Lekin ular Musa alayhisalomga qarab, yana Parvardigoringga duo qil, iltijo qil, bizga uni aniqroq bildirsin deyapti. Sigirlar bir-biriga o'xshaydi. Shuning uchun ham bizlar qiynalib qolyapmiz. Agar bizga aniqroq aytsa, inshaallohu la muhtadun. Albatta biz o'sha aytgan narsasini topib qilamiz deyapti. Bu yerda ularning sarkashliklari ichida bitta yaxshi gap chiqib qoldi. Inshaalloh degan. Ya'ni Alloh xohlasa degan. Agar mana shu so'zni aytmaganlarida ular aslo bu narsani topa olmas edilar. Lekin Alloh xohlasa biz shu narsani qilamiz deganliklari bularni keyin o'sha ishni bajarishiga sababchi bo'ldi. Shuning uchun har qanday holatda ham inshaalloh so'zini aytmoqlik kerak. Qarangki azizlar, ular juda ham haddidan oshdi. Bu voqeada biz biladigan narsani mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Eshitayotgan odamni ham o'ylantiradigan, g'azabini keltiradigan narsa Allohning buyrug'ini shunchalik muhokama qilinadimi? Ularga payg'ambar qilib yuborilgan zot yetkazib turgan bo'lsalar, darhol qilib ketishliklari kerak. Hali yoshini, hali rangini, hali u yog'ini, hali bu yog'ini so'rayaptilar. Bizning dinimizda esa azizlar, shuning uchun ham kathratu sual, ko'p ortiqcha savol berishlikdan qaytargan. Biror narsani buyursa darhol qilish kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom bir kuni sahobalarga qarab, Alloh azza va jalla sizlarga haj qilishni buyurdi dedilar. Kim qodir bo'lsa haj qilsin deyodilar. Bitta sahoba, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, har yilimi?" dedilar. Rasulimiz alayhisalom unga javob bermadilar, indamay turdilar. Bu sahoba to'xtamadi. Yana so'radi, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, har yili haj qilishimiz kerakmi?" dedi. Payg'ambarimiz alayhi salatu va sallam indamadilar. Bu sahoba to'xtamadi. 3-marta yana so'radi. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, har yili haj qilishimiz kerakmi?" deyodi. Payg'ambarimiz alayhisalom unga qarab, "Agar men ha desam, sizlarga vojib bo'lib qoladi va buni qila olmaysizlar" dedilar. "Umringda bir marta qilasan" dedilar. Mana shu joyda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ortiqcha savol berishlikdan qaytardilar. Agar o'sha joyda ha deganlarida har yili borishlik vojib bo'lardi, buni hamma qila olmaydi. Tasavvur qiling, milliardlab odam har yili haj qilishligini. Lekin bu yerda aytilmagan gapni kovlab ortiqcha savol berishlikdan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qaytaryaptilar. Shuning uchun buyurilgan narsani juda chuqur kirib bo'lmaydi. Odamlar ba'zan savol beradi. Nima uchun bomdodda 2 rakat farz, nega peshinda 4 rakat o'qiydi, nega asrda 4 rakat? Allohning buyrug'i tamom. Yoki bo'lmasa ba'zi bir narsalarni Alloh taolo harom qildi desa, nega harom qildi deb so'rab bo'lmaydi. Mana bu narsaga buyurdi, nega buyurdi? Bu xuddi hozir siz bilan biz o'rganayotgan Bani Isroildagi mana shu Baqara voqeasiga o'xshab qolar ekan. Shuning uchun azizlar, Alloh azza va jallani yoki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam biror buyrug'ini yetkazganda unga albatta itoat qilib ketishlik kerak. O'zlaridan bo'lgan ulamolar biror bir gapni gapirganda unga chuqur ketmasdan quloq solib ketishlik kerak. O'ta chuqur kavlashlik bilan ko'p narsaga mushkullik paydo bo'lib qoladi. Ustozimiz aytib beruvdilar, qadimda ulug' bir ustoz shogirdi bilan bir joyga ziyofatga kiribdilar. Uni oldiga bir tovuqni olib kelib qo'yibdi. Endi tovuqni haligi shayx yeymiz desalar, yonida turgan kichkina bir shogirdlar to'xtab turing hazrat debdilar-da, uyda egasini chaqiribdi. Bu tovuq siznikimi? Ha, bizniki. Qayerda boqqansiz debdi. Ha, mana bu joyda boqqanman. Nima berib boqqansiz? Kim so'ydi? Ha, men so'ydim. Bismillah dedingizmi? Ha, dedim. Keyin buni patini qana qilib tozaladingiz deb savol bersa, oxiri haligi ustozi shogirdiga qarab, "Ey bolam, birpas jim turib turgin, tovuqni yeb olaylik. Hozir bu so'rashingda sen albatta buni haromga chiqarib qo'yasan" degan ekanlar. Ya'ni chuqur kirib ketishlikdan qaytarganlar. Dinimiz shunaqa azizlar. O'zimiz ham ba'zan odamlar bilan muloqot qilayotganimizda bevosita mana shu Baqara hodisasi esimizga tushib odamlarga ko'p gapiramiz. Sizga buyurilgan narsani qilavering. Uni ko'p kavlamangki, Bani Isroildagi o'sha Baqara voqeasiga o'xshab qolmasin deb qaytaramiz. Shuning uchun ham biz bu tarixni o'rganyapmiz-da azizlar. Demak, Bani Isroil yana haddidan oshdi. Musa alayhisalomdan bizga aniqrog'ini aytib berishlikni so'ra Allohdan deb so'radi. Estaizu billah, Alloh aytdiki, "Innaha baqara la zalulun tuthirul ard va la tasqil hartha musallamatun la shiyata fiha." Qarang. Alloh aytibdiki, endi sizlar o'sha tanlaydigan sigir shunday sigir bo'lsinki, yer ham haydamagan bo'lsin, sug'orishda ham ishlatilmagan bo'lsin, undan tashqari unda birorta nuqson ham bo'lmasin. Hatto tanasida lashiyata fiha birorta dog'-dug'i ham bo'lmasin. Qolul ana ji'ta bil haqq. Haligilar aytdiki, ana endi to'g'ri gapirding. Qarang-a,
payg'ambar alayhissalatu vassalam noto'g'ri gapirdilarmi shu paytgacha? Yana ularning johilligini qarangki, payg'ambariga qarab, "Ha, endi to'g'ri gapirding" deyaptilar. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Keyin ular o'shini so'ydilar, ammo so'ya olmay qolishliklariga ozgina qoldi. Tafsir Ibn Kasirda mana shu oyatni tafsirda aytadiki, bular juda qiyinchilik bilan topgan ekanlar o'sha sigirni. Bir yigitdan borib so'ragan, hatto ba'zi bir mufassirlarning ma'lumotiga qaraganda, bola sigirni narxidan juda qimmatini talab qilib, vazni barobaricha tilla berishligini so'ragan. Bir vazn, keyin unamasdan ketgandan keyin qaytib kelsa 2 vazn, hatto 10 vazngacha barobarida so'ragan degan fikr bildirgan mufassirlar ham bor ekanlar. Ya'ni ular o'zlari o'sha avvalida Alloh azza va jalla bitta sigir so'yinglar deganida so'yishlik oson bo'lardi, ammo ular mana shu rangli sigirni izlab topib, yana shunaqa katta narxga sotib olishlikka majbur bo'ldilar. Ana o'shini so'yganlardan keyin Alloh azza va jalla o'sha sigirni bir joydan olib haligi o'lgan o'likka tekkizishlikka buyurdi. Keyin tirilishligini aytdi. Ular kelib sigirni so'ydilar va u go'shidan olib mayitga urganida haligi o'lik tirildida o'zini o'ldirgan qotili o'zini jiyani ekanligini aytib, mana shu joyda yana olamdan o'tdi. Bu yerda bir nechta hikmatni ko'rsatib qo'ydi. Alloh azza va jalla o'zining qudratini, payg'ambari bo'lgan Musa alayhisalomning xalqini orasida mo'jizasini ko'rsatdi. Ba'zida azizlar, biz ham Bani Isroilga o'xshab qolmasligimiz kerak. Ayni shu mavzuni ba'zi bir o'tirishlarda, ba'zi bir uchrashuvlarda aytsak, nimaga endi sigir dedi, keyin o'sha ur deganda go'shtni qayeri bilan urishlikni buyurdi deb aytadilar. Men aytamanki, sizlar xuddi o'sha tepadagi qavmda ishini davom ettiryapsizlar. Bu narsa to'g'risida agar kerak bo'lganda Alloh azza va jalla Qur'onda aytgan bo'lar. Balki bu bilan kifoyalanishimiz kerak. Bizdagi bo'lgan tarixiy voqeani shunday olishimiz kerak. Bu yerdan o'zimizga manfaat olishimiz kerak. Bekorchi, foydasiz savollarni bermaslik, Allohning buyrug'iga itoat qilishlikda o'ta chuqur ketmaslik va o'zini payg'ambari bo'lgan zotga, ulug'lariga beodoblik qilmaslik va nafsini ko'yiga kirmaslik va insonda Alloh xohlasa tiriltira olishligini hammaga namoyon qilib ko'rsatganligini ta'limini oldik. Shunday ekan azizlar, hammamiz mana bu hodisa bo'lgan tarixiy voqeadan o'zimizga yarasha xulosa olib hayot kechirmoqligimiz kerak. Dinimizda ortiqcha bekorchi savollar berishlikdan saqlanishligimiz kerak. Beodobchilikdan saqlanishligimiz kerak. Va bir kuni Alloh azza va jallaning huzurida qayta tirilishligimiz haq ekanligini bu dunyoda ham bir necha marotaba ko'rsatib berganligini o'rganar ekanmiz. U dunyoda qayta tirilib Allohning huzurida hisob-kitob qilinishlikdan qo'rqib, unga tayyorlanib bormoqligimiz kerak. Muhtaram azizlar, Qur'oni Karim qissalari suhbatini davom ettiramiz. O'tgangi suhbatimizda siz azizlar bilan Sura Baqaradagi sigir qissasi haqida gaplashgan edik. Bugun esa sizlar bilan baholi qudrat Alloh yordami bilan Horut va Marut qissasi haqida suhbatlashmoqchimiz. Suhbatimizdan oldin shuni ma'lum qilib qo'ymoqchimizki, azizlar, bizlar Qur'oni Karimda kelgan qissalarni o'ziniga sizlarga bildirishlikka harakat qilyapmiz. To'la oyatlarning tafsiri yoki o'sha qissalar ichida kelgan hodisalar haqida alohida bir mavzu qilib to'xtalamiz inshaalloh. Biz hozir esa faqat Horut va Marut farishtalarning qissalarinigina sizlarga aytib ketishlikka harakat qilamiz. Bevosita bu voqealar azizlar Sulaymon alayhisolatu vassalamning davrlariga taqaladi. Sulaymon alayhisalom bilasizlarki, payg'ambar bo'lishlik bilan birga podshoh ham bo'lganlar. Bu zotga juda katta o'sha mahalda bir mo'jiza bergan. Chunki Sulaymon alayhisalom yashagan davrlarda juda sehr kuchayib ketgan. Odamlar bilan jinlar, shaytonlar aralash bo'lib ketgan. Qur'on tafsirlarida keladi, jinlar osmonga farishtalarning gaplarini o'g'irlagani chiqib o'tirib olardi ekanlar. Ular biror bir narsani o'qib xabar qilsa, haligi jinlar u narsani eshitib, kelib biriga yuzni qo'shib, o'zini bir xabarchisini topib, ya'ni bir baxshi deymiz hozirgi tilimizda, bir folbinni topib, unga o'sha xabarlarni yetkazib, uni boshqa odamlarga u folbin orqali yetkazib, go'yoki g'oyib ilmini biladigan, taqdirni biladigan qilib ko'rsatishgan. Bunda jinlar harakat qilgan. Toki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga payg'ambarlik vazifasi yuklanib, Qur'on nozil bo'lgunga qadar shunaqa bo'lgan ular. Faqatgina o'sha payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam davrlaridan keyin ular gap o'g'irlagani chiqqanda Alloh ularga osmondan yulduzlarni, uchqunlarni yuborib, ularni boshiga urib halok qilgan. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan keyin ularga osmon eshiklari berkilgan. Sulaymon alayhisalom davrida ham juda ham bunaqa narsalar kuchli bo'lgan. Shuning uchun Alloh azza va jalla Sulaymon alayhisalomga juda katta mo'jiza berganki, bu zot
hatto jinlarni, devlarni o'ziga bo'ysuntira olishlik, ularni xizmat qildirishlik, shamollarni bo'ysuntirish va shuning bilan birga hayvonlarni tillarini bilishlikni ham o'rganganlar. Lekin o'sha davrda Sulaymon alayhisalomga dushman bo'lganlar, dindan ketganlar, Sulaymon alayhisalom mo'jizalarini ham bu sehrgarlik deb sehr bilan almashtirishlikka harakat qilganlar. Imron ibn Xoris ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilib, u zotdan quyidagi xabarni yetkazadilar. Sulaymon alayhisalom hamma o'sha sehrgarlarning kitoblarini olib kelib, o'zlarini o'tiradigan kursisini tagiga ko'mib qo'ygan ekanlar. Va buni hammadan berkitgan. Sulaymon alayhisalom olamdan o'tgandan keyin Iblis alayhilani kelib odamlarga Sulaymon alayhisalomda taxtini tagida ko'milgan xazina bor deb aytgandan keyin odamlar kelib haligi xazina deb ochib qarashsa, u yerdan sehr haqida kitoblar chiqqan. Shunda Iblis alayhilani odamlarga qarab, ko'rdinglarmi? Sulaymon alayhisalom hech qanday payg'ambar bo'lmagan. Mana shu kitoblardan foydalanib sizlarga sehrlab yurgan degan gapni tarqatgan. Va o'sha gap odamlar orasida yillar davomida hatto payg'ambarimiz alayhisalom davrigacha davom etib kelgan. Eng birinchi bunda o'sha davrdagi yahudiylar tasdiqlagan. Ular Sulaymon alayhisalomni payg'ambar emas, sehrgar deyishlikka o'tgan. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan kelib so'rashganki, Sulaymon alayhisalomda haqida nima deysiz deganlarda, u zot payg'ambar ekanligini aytganlar. Shunda yahudiylar Muhammad sallallohu alayhi vasallam Sulaymon alayhisalomni payg'ambar deyapti, u payg'ambar emas, u sehrgar dedilar. Alloh azza va jalla ularni gapini inkor qilib aytadiki, Estaizu billah, "Va ma kafara Sulaymanu walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra." Mana bu joyda Alloh azza va jalla aytibdiki, Sulaymon alayhisalom kofir bo'lmagan, lekin shaytonlar kofir bo'ldilar. Yuallimuna an-nasa as-sihra, odamlarga sehr o'rgatib. Nozik gapiga e'tibor beramiz. Sehr bilan shug'ullanmagan demayapti Alloh azza va jalla, kofir bo'lmagan. Demak, Alloh saqlasin. Sehr bilan shug'ullanish bu kofirlik ekan. Bu yahudiylarga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bildirib qo'yishlik uchun Alloh azza va jalla Qur'onda necha yil oldin bo'lgan voqeani haqiqatini bayon qilyapti. Odamlar endi sehr bilan mo'jizani farqiga yetmay hammani sehrgarga chiqarib, hatto Sulaymon alayhisolamning sehrgarga chiqargandan keyin Alloh azza va jalla sehr bilan mo'jizani farqi bilinsin deb turib, o'sha yerda Bobil degan joyga, bu Iroqda ikkita farishtani yubordi. Ularning ismlari Harut va Marut degan farishta. Bularga vazifa yuklatildi. Bularning vazifasi azizlar odamlarga sehr o'rgatish edi. Qizig'i qarang, sehr harom bo'lsa, lekin Alloh azza va jalla o'zi o'rgatib, o'zi azob beradigan emas-ku. Ular sehrni o'rgatishlikdan oldin biror bir kishiga, Harut va Marut ularga innama nahnu fitna fala takfur. Ya'ni sen sehrni o'rgansang kofir bo'lasan. Biz bir fitna sinov uchun kelganmiz deb aytardilar. Odamlar shundan keyin rozi bo'lib o'rgansa o'rgatardilar va ular shu bilan kofir bo'lardi. Eng birinchi ularga o'rgatgan narsasi nima edi? Qur'onda aytayaptiki, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baynal mar'i va zawjihi. Ularga er va xotinning orasini ajratadigan sehrni o'rgatgan ekan. Ayni mana shuni keltiryapti birinchi bo'lib, chunki inson uchun oila juda muqaddas. Agar sehr er va xotinning orasini judo qilishlik darajadagi kuchga ega ekan, u dunyodagi juda ko'p narsani buzib yuborishlikka qodir. Shuning uchun ham Alloh azza va jalla bu yerda birinchi bo'lib sehrgarlarning qiladigan ishi er va xotinni ajratishlik bo'ldi. Harut va Marutni shu gapidan keyin ham sehrni o'rganganlar, ular hammasi kofir bo'ldi. Aslida Harut va Marut farishtalari odamlarga mo'jiza bilan sehrni ajratishlik uchun yuborilgan edi. Ushbu oyati karima bilan Alloh azza va jalla yahudiylarga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga kelib, Sulaymon alayhisalom payg'ambar emas, u sehrgar edi degan savoliga javob berib Alloh nozil qildi. Va mana shu Harut va Marut farishtasini ham qissasini bayon qilib ketdi. Demak, biz bugun o'rgangan qissamiz mana shu ikkita farishta Harut va Marutni Bobilga kelib odamlarga sehr o'rgatganligi. Shuning uchun ham azizlar, sehr ilmidan qochishligimiz kerak. Sehrgarni hatto tasdiqlashdan ham qochishligimiz kerak. Bu narsalar eng katta gunohlardan biri. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 7 ta halokatga olib boradigan gunohlarni sanab, mana shundan bittasi sehr dedilar. Sehr ilmi bilan o'rganish eng katta halokatga olib boradigan gunohlar. Qur'oni Karimda ushbu oyatda Alloh aytganidek, sehr bu kufrdir. Shuning uchun ham hech qachon
sehr bilan shug'ullanmaslik kerak. Horut va Marut qissasini bayoni mana shu qisqagina berilgan. Hali aytib o'tganimdek, sehr va jodular haqida, ularning muolajalari haqida, ulardan ehtiyot bo'lish haqida inshaalloh sehr haqidagi suhbatlarimizda davom etamiz. Muhtaram azizlar, Qur'oni Karimdagi qissalar suhbatimizni davom ettirib, Sura Baqarada kelgan